Bля. Bu Lilip qatga qochadi. Urib qo'ymadingmi chiqib? Nimasini uramanmi kichkinani? Ey jinni qatga qochasan. Buncha naqsh ko'p buni uyimdagi aboyim. Bola, farq qo'shyapti. Nima? Qayerda? Maktab orqasida. Ketdik. Menga qara. Men senga Nozing yonida qaytib ko'rmaydim. Ha? Qo'ling tortay. O, qo'lingni olib. Nima? Ma. Gaplashaman ham men bilan. Ustingni qoq. Normalmi? Chotki. Ko'rinib turibdi chotkiligi. Nima bizani chaqirmaysan? Sizlarga problem bo'lmasin deganimda, o'zim hal qilaman deganim. Nima deganing bu? Sen uchun любой joyda turib beramiz. Biz ustki kurkumzayu. To'ppa-to'g'ri. Rahmat bolalar. Ketdi. Ketdik. Yig'laveraman hozir. Sog'ini yodga olay, beg'ubor maktabim mani. Bola korot ish keldi. Men bittasini qo'l tishga olgan. Ikkimiz ham bilib. Shulardan ham keldi. Gaplashaman hal. Bola. Qo'rqmalaring ketdi. Vayo, salvashi o'zlaring. Voyam yakka! Ularga teshmayapsanlar, o'lmagan kichkinasan. Jonga tegib ketdilar. Har kun shkal. Bir haftada bir marta urish, bir oyda bir marta urish. Ana bor ana bayram chaqib turib, bir yilda bir marta urishlar. Ustoz endi biz og'aynilar bilan endi quchoqlashib ko'rishib turdik. Men jinniman, men lo'qman deb, ha? Men shunaqa quchoqlashsam bilmay qolaman men shunaqa. Xullas, короче bor-ku. Senlar maktabni zalini tozalaysan. Biz sport zalni qilmaymiz, ustoz. Vashi katta sport zal. Bular tualet tozalaydi hozir. Kichik sport zal kelish. Ha, yaxshi. Biz tozalamaymiz tualetni. Qilma. Men hozir direktorga boraman. O'tkazmay, tomizmay hammasini aytaman. Keyin direktor ana uchastkovoy chaqiradi. Uchastkovoy olib ketadi 15 sutga. Siqilib turib ichasan, borib kimnidir so'yib qo'yasan, kayfda o'lib ketadi. 20 yilga qamalib ketasan. Kerakmi senga shu? Yurlaring. Bor, toza ko'cha. Terpildi. Mana sumkadami? Jinni. Billa satsishini. Atmayman bu ishni. Yapilay o'zi hammasiga anulaydi. Unda so'rab olish kerak, jim yurmaysiz-ku. Короче, qara, borasan-da, anularga aytasan. Duxi bo'lsa, 3 ga kelsin tepaligiga ko'rishib olamiz. Yo'q, nima qilamiz? Nima qilamizmi? Nima qilasan? Yaxshilab. Mana qolib ketdi mana. Mana. Yaxshilab. Ko'taring. Yo'qolay. Yaxshilik qilsang ham yoqmaydi. Ha, ishlab charchading. Juda charchadim. To'xta. Nimaga urishding o'zi sen? Nozini qizg'anyapti deyapsiz-chi. Nima qilasan sen ham shu Nozik bilan gaplashib? Tushunmaysan-da. Shu sevgi degan narsaga ishonmayman-da, borib. Aziga bir minutga qarab oling. Hozir. Sevgiga ishonmasdan shunaqa ishonsa nima bo'ladi bular? Qilyapsanlarmi? Davay. Ha, tozalayapsizlarmi? Bugun obeddan keyin tepalikda kutamiz. Duh bo'lmasalaring kelasizlar. Shoh sizlardan so'ramoqchi. Ana yana problema, ana yana sola-sol. Menimcha bu safar ko'pchilik bo'lishadi. Farqi yo'q. Urishaveramiz. Men unda chiqib azga xabar bera qolay. Kelishga chaqirtayapti. Kechgina turayapman. Zo'r. Ha, keyin. Bo'ldi. 5 ta olib kelishyapti-yu. 5 ta emas, 4,5 ta. Salon deb tualet tozalan. Qizlarnikinimi? Birga bir zo'ring bormi? Bor. Davron.
O'zing amalga o'rasanmi? Bo'ldi, hal qilamiz hozir. Ha, ko'zingga nima qildi? Qashqa chaqib oldi. Alo. Assalomu alaykum. Ha. Hozir boraman, hozir. Tinchlikmikan ish qilib? Bilmadim. O'g'illarimisiz? Ha? Men bilan yuring. Xullas, gap bundoq. Onaxonni ahvollari ancha og'ir. Nima qilgan onamlarga? Yuraklarida muammo bor. Tezda operatsiya qilishimiz kerak. Qilaylik unda, nimani kutamiz? Operatsiya uchun 50 million pul kerak. Operatsiyani 4 kun ichida qilishingiz kerak. 50 million? Bilaman. Bu katta pul. Yo'q, doktor, men topib kelaman. Siz onamlarga yaxshi qarang, men topib kelaman o'sha pul 4 kun ichida. Ko'ziga nima qildi? Suyunni qo'li tegib ketdi. Qo'l tegsa shunaqa bo'ladimi? Urishgansiz-ku. Короче, kecha bitta do'kon kirdim. Shuni qarasam bitta shokolad shunaqa yoqdi. Shuni olaman desam bitta aka kelyapti-da. Yo'q, bu shokolad men olaman deyapti. Aka, menga yoqdi, qizimga olaman. O'shanaqa shokolad bitta ekanmi? Gapni bo'lmay turgan, keyin shu bilan talashib urishib ketdik. Xo'sh, shokolad oldingizmi? Боялся потерять даже во сне. Я знаю, что оставила свой след. Sen maktab kirib tur, hozir boraman. Nega? Kecha ketib yording, tinchmisan? Tinchman, tinch. Menga nima bo'ldi? Nozingga kirgizmagan. Bolalar, darsga kirsak bo'lmaydimi? Aziz. Shu yeshim chiqib qoldi, so'ragan qo'y. Nima deb qo'yadi? Bilmadim, birorta bahona qo'ringlar. Davay, ketdim, charchamanglar bolalar. Shu bolaga nimadir bo'lyapti, bilolmayapman-da. Ha, bo'pti, qo'yib ketdik. Farruh, tushunmayman da senga bor-ku. Nima bo'lsa ichingga yutasan. Bizga ham ayt, biz ham nimadir yordam berarmiz. Hammasi joyida. Ha, joyida bo'lsa kechasi mo'ykada ishlab yurarmiding? Ayt bizga ham. Onam kasal. Tushundingmi, onam kasal. 4 kunda 50 million pul topishim kerak. Siqilmachiga topamiz. Biz bormiz-ku yoningda. Alo, Suyun. Bolalarni srochni yig'gin tepalikka. Hozir biz Fedya bilan o'tyapmiz. Srochni faqat. Aha, xo'p. Men pul topishim kerak. Voy jinni, bir o'zing mo'ykada ishlab buncha pul topa olmaysan. Tur ketdi. Kela qolmaydim, bular ham. Keldinglarmi? Qayerda yuribsizlar? Hozir olov o'chib qoladi. Nechiga chaqirilgan? Qiskin Suyun.
Короче, bolalar 50 million pul kerak. Nima deyapsiz? 50 millionni ko'rganmiz. Men faqat kinolarda ko'rganman u 50 millionlarni. Farruh Noisning mazasi yo'q. Shunga operatsiyaga 50 million pul kerak. Topamiz Farruh. Nimadir qilamiz. Operatsiya qachon o'zi? 4 kundan keyin. 4 kun kamu, lekin amallaymiz. Xotirama Fedya. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Siqilavermagansan ha? Rahmat bolalar. Hali hammasi zo'r bo'ladi. Davay plan qilaylik, pul topaylik. Davay, короче, menda ideya bor. Nima qilamiz? Hammamiz tarqalamizda o'zimizga kunlik ish topamiz. Kechki payt tepalikda yig'ilamiz. Bo'ldi. Nima qilamiz? Ketdik. Bo'pti. Bolalar. Kim qancha ishladi? Men 230 ming ishlayman. 345 ming bor. Men 368 ming ishlayman. Sanchi Suyun? Birinchi saytchi? 330 ming ishlayman. Men shuncha ishlab, charchasam ham davomiy 425 ming ishlabman. Rekord. Общий 2000 kam 1 million 700 ishlayapmiz. Bu ketishda bu pullarni tushimizni ham ko'rmaymiz-ku. Unda ertaga tarqalmaymiz. Hammamiz bitta bo'lib, bitta joyda ishlaymiz. Bolalar. Yig'olmasa-chi? Qisi. Ertaga maktabda oldidagi ostanovkada soat 8 da ko'rishamiz. To'xtalaring, ey. Assalomu alaykum aka. Nima ish? Va alaykum assalom, sekinroq bola, sekinroq. Uy tozalash kerak. Qilaveramiz aka. Qilamiz. Qancha bo'ladi? 50 million. Odam boshiga 500 mingdan bering bo'ladi. 500. Ha. Bo'ladi, o'tirlaring. Oldiga. O'tek. Xullas mana shu uy bolalar. Yehe. Ha, aka buni ish ko'pi. Odam boshiga 1 milliondan bersangiz ham bo'lar ekan, ha bolalar. Ket ish qilaylik, ish. Allo. Amadi. Ish qilyapman, keyinroq qilaman. 2 kundan beri maktabga kelmayapsiz. Tinchlikmi? Keyin qilaman, ish qilyapman. Bo'pti, unda o'sha ishingizni qilavering. Suyun. Ha. Yaxshi.
50 million. Yo, jinni bu. Og'ayning uchun ama? Akachi. Bolani olib keyin uyga bola tozalash vaqti. Man Shu oxir nimadir bo'ladi. nima olib ketyapsan? Musur? Ana. Hadi. Keyin sen sarfini. Xo'p, vallahi hamma ish qilindi, xudo xolasa. Bo'ldi aka, ichkarilarni ham, tashqarilarni etkalasi qildik. Yaxshi. 5-yil qani? 5-chi. Uydagilar srochni chaqirdi, shunga ketdi. Ha, mana bu shoxlaring kompyuterga yo'q ko'rmanglar, ha? Aka, rahmat, charchamang. Hisob kitob qilganda 4 million 200 pulimiz bor. Lekin biz ham bir kun vaqtimiz qoldi. Kredit olamizmi? Berishmaydi-da bizaga. Bo'ldi. Nima qilamiz? Qorvela bo'ldi. Qayerda eding? Ha? Qayerda eding? Akanglar buyuk ishlar bilan mashg'ul edi. Azaga. Akajon. Aytgan hamma ishingizni qildim aka. Umumiy hisobda 53 million pul. Keyin soat ham ortib qoldi aka. Серьезно? Ha. Qatdan oldinglar buncha pullar? Ha, anu. Dadamdan so'radim, ortiqcha 40 million puli bor ekan. Yetmaganiga oyimga ham aytdim. Ziraklari bilan soatlarni ham qo'shib berdi. Shartmas edi aziz. Hammasi kengaymiş. Rahmat jigar. Sizlarga ham rahmat bolalar. Hozir yig'lab yuboraman. Bila soat shalga ketdi-da. Opa! Mana aytgan pulingizni olib keldim. Yaxshi. Lekin bu pulni kassaga to'lov qilasiz. Ertaga ertalabdan operatsiyani boshlaymiz. Hozir oldin kirib chiqsam bo'ladimi? Faqat ko'p qolib ketmang. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Rahmat opa. Urintirib qo'ymang. Xo'p.